TikToker Khaby Lame AQShda hibsga olindi. Mashhur bloger Khaby Lame AQSh immigratsiya qonunlarini buzgani uchun Las Vegas xalqaro aeroportida hibsga olindi. Bu haqda AFP xabar berdi. Bloger 30-aprel kuni AQShga kirgan va uning vizasi muddatidan oshib ketgan. 25 yoshli Italiya fuqarosi 6-iyun kuni qo'lga olingan. Biroq o'sha kuniyoq qo'yib yuborilgan. U o'z ixtiyori bilan mamlakatni tark etishga ruxsat olgan. Lame ijtimoiy tarmoqlarda voqeaga izoh bermadi. Khaby Lame 2022-yilning iyun oyidan beri TikTokda eng ko'p obunachilar soniga ega. U o'zining videolari bilan mashhur bo'lib, unda u oddiy harakatlar bo'yicha murakkab maslahatlarni masxara qilib, oson yo'llarni taklif qiladi. Uning TikTokdagi akkauntida 162 milliondan ortiq obunachi bor. Lame 2000-yilda Senegalda tug'ilgan. Bir yil o'tgach, uning oilasi Italiyaga ko'chib o'tdi. Khaby Lame 2020-yilda Turin yaqinidagi zavodda ishidan ayrilganidan so'ng TikTokdagi faoliyatini boshlagan. 2022-yilda bloger Fortune 40 Under 40 va Forbes 30 Under 30 ro'yxatiga kiritilgan. Yonma-yon.